Bugun tongi soat 5 da O'sh oblastining Oloy rayonida 4 balga yetgan zilzila sodir bo'ldi. Seysmologiya institutining ma'lumotiga ko'ra, uning o'chog'i Sarimo'g'ol qishlog'idan 22 chaqirim janubiy sharqda, Bordoba qishlog'idan 30 chaqirim janubiy g'arbda, Oloy tog' qirralarida joylashgan. Zilzilaning kuchi Bordoba, Sarimo'g'ol, Taldisu qishloqlarida 2,5 ball bo'lgan. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, jabrlanganlar va vayronalar yo'q. O'sh shahrida 2,5 yoshdagi bolani hushidan ketgunga qadar kaltaklashda gumon qilinib, uning onasi qo'lga olindi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi bildirishicha, u 2 yosh 8 oylik bo'lgan farzandini zinadan tushib ketgan deb tushuntirgan. Bolaning tanasi ko'karib, ichki organlari jabrlangani va miyasiga qon quyilgani aniqlandi. Tergov vaqtida ayol bolasini kapkir bilan urganini tan olgan. Hozirda kaltaklangan bola 4-fevral kuni O'sh oblasti bolalar kasalxonasiga yotqizilgan. Ayni damda tergov ishlari olib borilmoqda. Endi unga tibbiy ekspertiza tayinlanadi. Bugungi kunda bu qilmishga шектүү қатары анын апасы 1994-жылы туулган келин кармалды. Ал болсо жасаган күнөөсүн мойнуна алып, азыр Ош шаар ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоолчу жайында отурат. Ал эми ургандыгынын себебин шымына тийип алгандыгы үчүн өзүмдү токтото албай ушул катуураак уруп койдум окшойт деп айтылат. Кепкир менен урган. O'sh shahrida go'sht arzonladi. Meriyaning qaroriga ko'ra bugundan boshlab go'sht 315 so'mdan sotiladi. Yangi tarif go'sht sotuvchi barcha do'konlarga tegishli. Bo'ysunmaganlar 10 ming so'mgacha javobgarlikka tortiladi. Mana shu bahoda sotilishini monopoliyaga qarshi kurashish agentligining xodimlari nazorat qilishadi. Ta'kidlab o'tsak, O'sh shahar meri Aytmamat Qadirbayev markaziy va kichik bozorlarda sotilayotgan mol va qo'y go'shti 330 so'm bo'layotganini va bu qimmat ekanligini aytib, tegishli yetakchilarga arzonlatish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Et narxi 298 so'm 90 тиын 300 so'mga tushdi o'zi. Малды soyilib satgan жеринде убойный чек деп коёш, ошол жерде. Биз өзүбүз ошо бардыгын сүрөткө тартып, бардыгын неметтик. Ошону биз ал эми 298 so'mга түшкөн, ал убойный чекте. Анан калганы андан келип туруп касаптарга тапшырылат экен. Аны ошо касаптардын чыгашасын чыгарганбыз бардыгын. Ал жерден бардык чыгашасы бар. Тиги электр энергетиканы арендага бергени ар кандай да. Ошон үчүн биз жергиликтүү бийлик менен кеңешип туруп комиссия түзүүнү баарын көзөмөлдөп атабыз. Qadam joydagi Shambesay oltin konini ishlatishga mahalliy xalq rozi bo'lmagan. Konning oxirgi xo'jayini bo'lgan Xitoy korxonasi bilan yashovchilarning navbatdagi uchrashuvi masalani hal qilmadi. Shunday qilib, kon qazishga 2012-yili ruxsat berilgan joyda qimmatbaho metall ishlab chiqarilmagan. Hukumat har yili 300 million so'm soliqdan quruq qolishini hisoblasa, yashovchilar esa jiddiy ekologik zarar bo'lishini aytmoqda. Hamkasbim ikki tomonning fikrini tinglab qaytgan. Qadamjoydagi Maydan qishloq hukumat aholisi Shambesay oltin konini ishlatishga qarshi chiqishmoqda. Chunki kon qazish vaqtida portlashlar bilan zaharli moddalarning qoldiqlari ekologiyaga zarar keltirishi mumkin. Bundan 6 yil avval Avstraliya kompaniyasining portlatishlaridan so'ng Maydan qishlog'ida mutant mollar tug'ila boshlagan. Endi kon ochilsa inson sog'ligiga ham ziyon keltiradi deb xavfsirashmoqda. Malдар жаңдай mutant tug'ilganlikdan to'xtatib qolganmiz. Bütelek narsani бүтті deb жалган информацияны берип, Jetexpler Avstriya kompaniyasidan bu Xitoylar alып тұр. Biz şu yerni turg'uzib, malдар mutant tug'ilganlikdan keyin bütelek to'xtatib qolganmiz. Hozir endi mana dag'in бүтті бардық жоқ болды deb жалган көрсөтмө менен келип кирип атат. Шонан бери биз киргизбей көрсөңөр керек, жолду тосконбуз. Оягыдан келгенде барып кубалаганбыз. Жерлерибиз бузулуп, жайыттарыбыз бар жоғы бузулашын билип, анан мына айылдын ич экенин билгенден кийин кайрылганбыз. Кайрыла турган жерлерге. Ошолордун координаттык точкаларын алып караганыбызда, булар кичинертип келгенде дагы 87 гектар элүү конуш кирип калган. Qadamjoyning Maydan qishlog'idagi Shambesay koni maydoni 517 gektarni tashkil qilsa, uning 87 gektari aholi istiqomat qilayotgan hududda joylashgan. Aniqrog'i, karyer hududiga 87 uy-joy kirib qolgan. Shu bilan birga 350 ming aholini suv bilan ta'minlagan Isfayram daryosining bir qismi ham qo'shilib ketadi. Oqibatda konning zaharli qoldiqlari Isfayram suviga aralashib ketadi deb mahalliylar xavfsirashmoqda. Химикаттар анан ошолор чыгып калып, элди мына суу аркылуу, аба аркылуу булганып, элдерибиз бул алтынды Кытайлар казып алып кетип калса, элибиз жөндөн эле уланып кала бермекчи да.
Hozir kon qazishga ruxsatnomasi bor Xitoyning Tiandi kompaniyasi ekologiyaga zarari tegmaydigan usullardan foydalanishini bildirishmoqda. Bungacha tsianid qo'llanmay yangi texnologiyadan foydalanishadi. Bu ASI usuli Milliy fanlar akademiyasi Sog'liqni saqlash ministrligi va atrof muhitni muhofaza qilish agentligining laboratoriyasida sinovdan o'tib litsenziya berilgan. Ammo xalq noroziligi bois ish to'xtab turibdi. Bir yılcha vaqtning ichida жаңы reagentni бүт mamlakatdagi tegishli laboratoriyalardan aytib ketsek, Ulттық академия науканың лабораториясынан, санэпстанцияның, саламаттык сактоо министрлигинин, айлана чөйрө коргоо агенттигинин жана геология агенттигинин лабораторияларын өткөрүп, бул эл үчүн, айлана чөйрө үчүн коопсуз деген заключенияларын алышты. Bundan tashqari kompaniya mahalliy aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy muammolarni hal qilib beradi. Har yili davlat g'aznasiga 300 million so'm soliq to'laydi. Qishloq hukumati dotatsiyada o'tirganida bu kabi imkoniyatdan mahalliylar to'g'ri foydalansa bo'ladi, deydi rayon hokimi. Иштетүүдөн мурда бүт ошо Кыргызстандагы нормативдик актыларга, укуктук кагаздарга таянып долбоорлор иштеп чыгышкан да. Ошо долбоорлордо биринчи кезекте элге кандай зыяндуулуктары бар, бул кантип зыянсыздандырса болот, буларды бүт иштеп чыгышып, андан кийин ушул Кыргызстандын, райондун, ошол жерде айыл өкмөтүнүн бюджетине канча киреше түшөт, канча жумуш орундары түзүлөт, булар боюнча бүт өздөрүнүн долбоор программаларда көрсөтүлгөн. Азыр эле айтып өттүм го, бизге пока азыр бир мындай илгери ата бабаларыбыз ачыккадан калса да бириге бири ынтымактуу болушуп, бириге бири кайрымдуу болушуп жашашып келген да ушул малга чейин бизге ушул немелерди калтырган. Эми биз дагы балдарыбызды бир пока бир мындай неме болмоюнча, муктаж болмоюнча калтырсак, бир эми келечекте биз өзүбүздүн балдарыбыз казып, окуп, үйрөнүп, өздөрү казып алып Кыргызстан өзгө кагаса деген биздин да ниетибиз бар да. Shambesay konida taxminan 8 tonnaga yaqin oltin bor. Konni portlatish 2007-yili boshlanib, 2012-yili uni qazishga litsenziya berilgan. Shundan buyon kon xo'jayinlari bir necha marotaba almashgan. Ayni damdagi egalari 2-fevral kuni kon taqdirini hal qilishga Qadamjoy rayoni aholisi bilan uchrashdi. Lekin yig'in o'z yakuniga yetmay turib, xalqning norozi qiyofasidan kompaniya vakillari bir xulosaga kelmasdan ketib qolishdi. Rayon hokimi bildirganiday, bu sarmoyadorni ketib qoldi degani emas, hali yana so'zlashuvlar olib boriladi. Shambesayning konini ishlatishga xitoylik kompaniya 3,5 milliard so'mga yaqin investitsiya olib kelishga tayyor. Davlat byudjetiga 300 million so'mga yaqin soliq to'lanadi. Rayon fondiga 200 million so'm pul to'lanadi. Maydan qishloq hukumatiga 50 million so'mdan ortiq mablag' ajratiladi. Muammoni yoritish uchun siyosiy tahlilchi Rasul Avazbek o'g'liga murojaat qilganmiz. Aytingchi, ruxsat berishning iqtisodiy foydasi katta ekanligi aytilmoqda. Mahalliy yashovchilarning qarshiligiga asos bormi? Жергиликтүүлөрдүн каршылыгы канчалык деңгээлде негиздүү экендигин атайын иликтөө албетте аныктайт. Бирок эгерде бүгүн маалыматтарга таяна турган болсок, алар дагы өздөрүнүн чындыгын айтып атышат да. Демек, эң негизги кайсы жерде кен болбосун, эң ириде биринчи ошол жерде жайгашкан, ошол жерде жашаган жергиликтүү калк менен тил табышуу негизги мааниге ээ. Бул Кыргызстанда буга чейин деле болуп келген түрдүү кен байлыктарынын тегерегиндеги талаштар, тыш айрыкча жергиликтүү калк менен бул сабак болуш керек негизи. Ошондуктан алардын жүйөлөрүн бир топ угуп туруп, анан ошого жараша адекваттуу иш-чараларды иштеп чыгыш керек деп эсептейм. Буга чейин айткан эң чоң мына Кумтөр боюнча дагы деле бүтө элек мындан 3-4 жыл мурда азыр бүгүнгө чейин анын жаңырыгы болуп аткан Чоң Алайдагы алтын кен тегерегинде маселе, Чаткалда болуп аткан бул маселелер сөзсүз түрдө жергиликтүү элдин кызыкчылыктарын эске алыш керек да. Shunda vaziyatdan qanday chiqqanimiz to'g'ri bo'ladi? Konni o'zimiz ishlata olmasak, investorlarga ham bermasligimiz kerakmi? Кырдаалдан чыга турган маселе бул тараптардын бардыгы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек, албетте. Алардын пикирлерин эми буга чейин деле уккан болуш керек, бирок кайсы жерлеринде аткарса болот, кайсы жерлеринде аткарса болбойт. Эми эгерде чындап эле иштей турган ниет боло турган болсо, эң башкысы ошол кенди берүү, иштетүү процедуралары баары ачык айкын болуш керек. Ачык айкын болбой, эгерде жергиликтүү калп бир уч топторду гана күнөөлөп калган болсо, бул алтын кендин иштеп кетиши аябай кыйын болот. Башында айткандай эле муну тажрыйба көрсөтүп турат да. Анан кийин эми сөзсүз түрдө бул бизде жергиликтүү бизнесмендер канчалык деңгээлде буга акча сала алат, аны билбейт экенмин. Кандай гана болбосун Кыргызстанга инвестордун келиши шарт, бирок инвестор келиш керек экен деп эле
көп нерселерге көз жумуп койбош керекпиз. Мына алтынды иштетүү боюнча айрыкча Кыргызстанда нормативдик укуктук актыларга бир топ өзгөрүүлөр киргизиш керек деп айтып жүрөбүз. Анткени алтындын концентратын ташып кеткен учурларга бүгүнкү күндө дагы жергиликтүү калк каршы да. Ошондуктан бир топ өзгөрүүлөрдү бир борбордук өкмөт тарабынан дагы жүргүзүлүш керек сөзсүз түрдө. Анан кийин кайталап айткым келгени ошол сөзсүз түрдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүп, жүйөлүү коюлган күнөөлөрдүн баарын угуш керек. Rahmat, dasturimizni boshqa xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegaralarining 1170 kilometri, aniqroq aytganda chegaraning 90% aniqlandi. Buning ortida ikki tomonlama so'zlashuv va ekspertlarning mehnati katta. Bu bo'yicha hukumatning chegara masalasi bo'yicha vakili ma'lum qildi. Uning aytishicha, ikki o'lka chegarasining 10% aniqlanmagan. Ishchi guruhning vazifasida 60 kilometr yer yozilgan. Yer uchastkalarini aniqlash bo'yicha komissiyaning tarkibida hukumat vakillari ham bor. 7 fevralda Qirg'iziston O'zbekiston tomon bilan uchrashuvi kutilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, hozirda So'x anklavi ikki o'lkaning o'tkazish punktlari bo'yicha so'zlashuvlar bormoqda. Harbiy xizmatga borganlarga oliy o'quv yurtida imtiyozlar beriladi. Yangi yildan boshlab kuchga kirgan qonunga ko'ra respublika testining natijasi 1 yilga yaroqli bo'lsa, endi 3 yilga uzaytiriladi. Bu vatanga xizmat qilishga stimul bo'lsa, ikkinchidan yoshlarning bilim olishiga turtki bo'lib sanaladi. Bu tarmoqdagi yangi o'zgarishlar va jamoatchilikda yaxshi fikrlarga sabab bo'ldi. To'liqlashlar kiritilgan qonun bo'yicha muxbirimiz hikoya qiladi. So'nggi vaqtlarda vatanga xizmat qilishni istagan yoshlar soni kamaygan. Bunga harbiyga borganlarni kaltaklab, bu ishlar ba'zan o'lim bilan yakunlangani sabab bo'lgan. Shu bilan birga bu vaqtgacha xizmat qilganlarga nisbatan hech qanday imtiyozlar qaralmagan. Akırın baba. Ser kimsiger? Harbiyga borganlar ko'p vaqtlarda bilim olish imkonidan mahrum bo'lishgan. Sababi xizmatni bitirgandan keyin oliygohga topshirish vaqti kam bo'lib, askarlar imkonni qo'ldan boy berib kelishgan. Endi joriy yildan boshlab harbiyga borganlar uchun bilim olish sharoitlari yengillashtirilib, respublika testining yakuni 3 yilgacha yaroqli bo'ladi. Al жерде asker xizmat адам мөөнөттүк asker xizmatынан өткөнгө чейин тапшырган жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы 3 жыл ичинде жарактуу деген өзгөртүүлөр киргизилди. Эми азыр 3 айдын ичинде ошо мыйзамга ылайык ченемдик укуктук актыларына дагы өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Biroq mazkur qonun xorijda bilim olishni istaganlarga taalluqli emas. Sababi bitiruvchi olgan balliga ko'ra mamlakatdagi istagan oliygohiga topshirsa bo'ladi. Shu bilan birga oliygohni bitgandan keyin shartnoma asosida xizmat qilsa, uning o'qishi uchun ketgan pullarni davlat to'lab beradi. Kontraktlik asker xizmatini o'tagan asker xizmatchilari эгерде жогорку окуу жайым бүткөндөн кийин 10 жыл аскердик кызматты өтөйм деген милдеттеме берген болсо, мамлекет бул аскер кызматчыларынын жогорку окуу жайына кеткен акчасын төлөп берет. Бул дагы бир аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамында каралган бир гарантия да. Harbiylar maqomini ko'tarishga yo'naltirilgan qonun xalq vakillari va jamoatchilik qo'lloviga ega bo'lmoqda. Sababi vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otishga turtki bo'lishiga katta ishonch bor. Shuningdek, parlament vatanni himoya qilishda yoshlarni jalb qiluvchi qonunlarni ko'proq qabul qilsa, deydi xalq vakillari. Birinchidan bu patriottulukka tarbiyalaydi. Har bir 18ga chiqqan bizden baldarыбыз, уулдарыбыз эгерде 1 жылдан биздин аскерде кызмат кыла турган болсо, биринчиден турмуштук тажрыйба топтойт, адам болот, эркин көз карандысыз жашоого көнөт. Андан кийин келип окуса биз жеңилдик беришибиз керек. Көз карашта окууга башкача пайда болот. Prezident imzolagan qonun shu yilning 1-oyidan boshlab kuchga kirgani bilan uni amalga oshirish qoidalari ishlab chiqilmagan. Bu yo'nalishda hozirda Ta'lim ministrligi normativlarni ishlab chiqmoqda. O'shdagi onkologiya markazi fuqarolarni bepul tekshiruvdan o'tkazmoqda. Asosiy maqsadi aholining sog'ligini mustahkamlash. Markazda ayollarning ko'krak saratoni va bachadon kasalliklari aniqlanadi. Sababi saraton kasalliklarining mazkur turi bilan jabrlangan ayollar o'lkaning janubida ko'p. Shu tufayli sog'ligiga befarq bo'lmagan ayollar bepul tekshiruvdan o'tishsa bo'ladi. Jarayon bir hafta davom etadi. Uning borishini muxbirimiz hikoya qiladi.
Ismini oshkor etishni istamagan bu ayol 2 yildan beri ko'krak bezi xastaligidan azoblanib keladi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, u kasallikni o'z vaqtida bilmasdan o'tib ketgan. Hozirda har 6 oyda shifokorlar nazoratidan o'tib turadi. Bugun birinchi marotaba bepul tekshiruv aksiyasiga duch keldi. Aytqim kelет, ellerge dagы убагында лечение алып туруш керек экен. Остеопатия менен органдар. Бекер болгонун билбедим эле. Врачтар мурун 10 күндөн кийин дарыны ичип кел деген болчу. Ошол кайрадан келип отурам. O'tgan yili xalqaro tekshiruvlar bo'yicha ayollar orasida ko'krak bezi va bachadon kasalliklari ko'paygani aniqlangan. Oldini olish maqsadida O'shdagi oblaslar aro onkologiya markazida bir haftalik bepul tekshiruv aksiyasi boshlandi. Mazkur markaz bu kabi aksiyalarni 5-fevral onkologiya kasalliklariga qarshi kurashish kuni munosabati bilan har yili o'tkazib keladi. Go'yli ayollar ошол көкүрөк бези жатны моюнчасынын патологиясы бул кармап көзү менен көргөн, кол менен кармап көрө турган, мындай айтканда видимый патология деп аталат. Ошол арасынан бизде аялдар өтө 3-4 даражада кайрылышып атат. Ошого карата дагы биз ооруларды алдын алыш үчүн ушул акцияны өткөрүп жатабыз. Bepul tekshiruvga kelganlar soni birinchi kunda ko'p bo'ldi. Barchasi boshdan oyoq tibbiy tekshiruvdan o'tmoqda. 2 soat ichida 20 nafardan ortiq ayol murojaat qilgan bo'lsa, 8 nafarida dardning yangi bosqichi aniqlandi. Qolganlarida o'tib ketgan ekan. Tekshirib өткөндөн кийин бул профосмотр деп коет. Алдын ала аялдар ушу кээ бирлер өздөрүнүн көкүрөгүндө бездери болсо аны билишпей калат. Ал только ошол УЗИнин негизинде, маммографиянын негизинде аныкталат. Эгер алар аныкталса, bundan narqi lecheniyasin o'tkөргөнгө жардам беребиz. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, ayollar ko'krak bezi va bachadon kasalliklarini o'z vaqtida bilishavermaydi. Ayniqsa ko'krakdagi shish maxsus uskunalar yordamida aniqlanishi mumkin. Dardni aniqlash uchun UZI va mammografiya uskunalariga tushish narxi 1,5 ming so'm. Bugun kelganlar uchun esa bepul. Бұл санариптик маммография деп аталат. Bunun негизги максаты көкүрөктө залалдуу шишиктин эрте аныктоо аппараты болуп эсептелинет. Mazkur aksiya O'sh shahridagi onkologiya markazida 10-fevralgacha davom etadi. Istaganlar bu yerga ertalabki soat 8 dan 2 gacha murojaat qilishlari mumkin. U yerda tanadagi barcha shishlarni aniqlab, o'z vaqtida oldini olishga sharoitlar yaratiladi. Hilola Ashurova, Chinarbek Alibekov, Qumbatbek Abdusamatog'li, Intimaq. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. O'tgan shanba kuni Italiyada muhojirlarga nisbatan qurolli hujum bo'lib, 6 kishi jabrlangani aytildi. Shu kuni jinoyatda gumon qilinib 28 yoshdagi mahalliy turg'un qo'lga olingan. U millatchilik g'oyasi asosida shunday qadamga borgan deb aytilmoqda. Shu bilan birga u qilgan ishi uchun afsuslanmasligini bildirgan. Italiyaning Macerata shahrida o'tgan dam olish kunlari Afrika muhojirlariga nisbatan otishma bo'ldi. Hujumda Italiyaning 28 yoshdagi Luki Trajani ismli fuqarosi ayblanib qo'lga olingan. Hujum natijasida 6 kishi jarohat oldi. Ushlangan shaxs qilgan ishidan pushaymon emasligini bildirdi. Politsiyaning ta'kidlashicha, jinoyatchining uyini tintuvga olgan vaqtda Gitlerning millatchilik kitobi va Sotsial Respublika tarixi nomli kitoblar topilgan. Bu voqeani premyer-ministr qattiq tanqid qildi. Ideologiya asosida jinoyatga borishi umuman noto'g'ri. Qonunni buzgan kishi jinoyatchi hisoblanadi. Kuch qo'llashga va tartib buzilishlarga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Aniqlanishicha, Trajani qo'lga tushayotganda Italiya bayrog'ini olib fashistlar kabi qo'lini ko'tarib salomlashgan. Tartib soqchilarining so'zlariga ko'ra, Trajanining bunday yo'lga borishiga bir necha kun avval 18 yoshdagi qizning o'ldirilishi turtki bo'lgan. Unda yosh qizning o'limida aybdor deyilib, nigeriyalik muhojir ushlangan edi. Eslatib o'tsak, so'nggi 4 yil ichida Italiya hududiga kelgan muhojirlarning soni 600 mingga yetgani aytiladi. Xitoyda Ikkinchi jahon urushi vaqtida portlamay qolgan bomba topildi. Vanchay hududidagi qurilish maydonidan topilgan portlovchi moddaning og'irligi 450 kilogrammni tashkil qiladi. Uni yer ostidan qazib olib zararsizlantirish uchun 1 sutka vaqt ketdi. Xitoyning Gonkong shahrida Ikkinchi jahon urushi vaqtiga tegishli Amerika bombasini zararsizlantirishdi. Portlovchi moddani Vanchay rayonida metro liniyasini qurayotib topib olishgan. Bomba topilgan yerga maxsus mutaxassislar kelib, hududdan 4600 kishini evakuatsiya qilishdi. Bundan tashqari mashinalar harakati to'xtatilib, marshrut qatnovlarining yo'nalishi vaqtinchalik o'zgartirilgan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, portlamay qolgan 450 kilogramm snaryadni yer ostidan olib chiqish oson bo'lmadi.
Bizni ishimizni yomg'ir juda murakkablashtirdi. Detonatorni zararlantirish uchun bombani qazib olish oson bo'lmadi. Sapyorlar hayotini xavfga qo'yishgacha borishdi. Portlovchi moddani qazib olib, uni zararsizlantirish ishi bir kecha kunduzgacha davom etdi. Shundan so'ng hududlar qurshab olinib, avtomobil yo'llari har doimgidek ishlay boshladi. Ta'kidlab o'tsak, Gonkong hududida shu bilan ikkinchi marotaba urush davriga tegishli portlovchi modda topilmoqda. Birinchisi ham xuddi shu hududdan 27-yanvar kuni topilgan edi. Unda 1300 ga yaqin kishi evakuatsiya qilinib, bomba bir sutkadan keyin zararsizlantirilgan. Endi esa dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Tojikiston Avstraliyada yashayotgan tojik olimi Abdusalom Odinazodani ekstremizmda ayblamoqda. Avstraliyaning Perth shahridagi universitetda dars bergan 50 yoshdagi doktor Abdusalom Odinazoda internet orqali konstitutsiyaviy hukumatni kuch bilan almashtirishga va ekstremistik faoliyatga chaqiriq tashlagan deb ayblanmoqda. Tojik hukumatining ma'lumotiga ko'ra, u 2 yildan beri internetga ekstremistik mazmundagi videolarni e'lon qilib, destruktiv harakatlarga chaqirib kelgan. Odinazodani haqiqatan ham Avstraliya universiteti uning terrorist ekanligi haqida Tojikistondan bir necha marta xat olganini tasdiqladi. Olim o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblarni inkor qilar ekan, Avstraliyada salafiylar safida bo'lish taqiqlanmagan dedi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi ko'plab postlari diniy mavzuga bag'ishlangan. U ochiqchasiga islom dini jangarilarni qo'llab-quvvatlaydi va o'zining sahifasida ekstremistlar videosini e'lon qilgan. Amerikaning Time jurnali 2016-yilda AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trampning maslahatchisi bo'lgan Carter Page'ning maktubini e'lon qildi. So'nggi kunlarda Page'ning ismi maxsus prokuror Robert Muellerning tergovi munosabati bilan ommaviy axborot vositalarida tez-tez paydo bo'lmoqda. 2013-yili 25-avgust sanasida yozilgan maktubda Page o'z kitobini nashr etuvchilarni Rossiyadagi voqealar haqida xabardor ekanligiga ishontirishga urinadi. So'nggi yarim yil ichida men Sankt-Peterburgdagi G20 sammiti uchun o'z prezidentiga ma'lumotlarni tayyorlayotgan Kremlning tahlilchilar guruhining norasmiy maslahatchisi bo'lganman. Unda asosiy e'tibor energetika masalalariga qaratilgan deb yozilgan unda. Carter Page bir necha kun avval Kongressdagi respublikachilar tomonidan e'lon qilingan shov-shuvli memorandumda nomi aytilgan asosiy odamlarning biri bo'lgan. Fevraldan boshlab Isroil, Indoneziya, Janubiy Koreya, Malayziya, Singapur, Turkiya va Yaponiya fuqarolari O'zbekistonda 30 kun vizasiz yura olishadi. Tegishli farmonga o'lka prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ydi. Bu bilan fuqarolar O'zbekistonga vizasiz kira oladigan o'lkalarning soni 16 ga yetdi. Hozirda vizasiz tizim bilan 60 kungacha Ozarbayjon, Armaniston, Belorussiya, Gruziya, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Ukraina va Qirg'iziston fuqarolari foydalanishadi. Shuningdek, O'zbekiston fuqarolari ham bu o'lkalarga vizasiz bora olishadi. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr, omon bo'ling.